Dünya Uyghur Qurultayı 4-cü növbətlik vəkillər qurultayının açılış murasimi Yaponiyanın paytaxtı Tokyo şəhərində 2012-ci il 14-cü may günü parlament binasında nəhayət dağdığılıq açıldı. Qurultay açılış murasimiga Yaponiya Uyghur Cəmiyyətinin rəisi İlham Mahmud əpəndi riyasətçilik qıldı. Dünya Uyghur Qurultayı rəisi Rabia Qadir xanımның bu növbətlik qurultay murasiminin açılış nutqidan keyin qurultayның şərəf mehmanlarından Yaponiya parlament əzası Takeyo Hiranuma əpəndi söz qılıb mundaq dedi. Biz erkinlik, demokratiyani qoğdayımız. Biz Cungo hökumətinin insan erkinligini boğuduğan qılmışığa yol qoymayımız. Demək biz sizlər bilan bir səpdə. Biz Uyg'urlarning erkinligi, mustaqilligini qo'lga keltirishiga yordam qilamiz. Bu navbatlik qurultayning g'albilik bo'lishiga tilakdoshman. Arqadan tabrik so'ziga chiqqan Yaponiya parlament a'zosi, Yapon Uyg'ur do'stlik jamiyatining raisi Keiji Faruya apandi munolarni o'tirg'i qo'ydi. Cungo hökuməti bu növbətlik qurultayının Yaponiyada içilməsligi toğrusida bizga qattiq besim işlətgan bolsunmu, biz onunğa yol qoymadıq. 1949-cu yılı Cungo Uyğurlarının dövlətini besib aldı. O çağda Uyğur zəminindəki Xitaylarının nüfusu 5% idi. Növbətdə Cungo hökuməti Uyğurlarının erkinligini boğub, ularning insani haq hüquqlarını ağır dərəcədə dəfsəndi qılmaqda. Uyg'urlarning zaminida 45 qitim atom siniqi ilib bordi. Ularning tabiiy boyligini xohlagancha talon-taroj qilmoqda. Uyg'ur madaniyatini vayron qilyotdi. Uyg'urlarning tilini, dinini cheklab, ularni assimilyatsiya qilib tugutishga tirishmoqda. Biz buningga hargiz qarab tura olmaymiz va yo'l qo'ymaymiz. Rabia Qadir xonimga cho'qim Nobel mukofoti berilishi kerak. Burada Yapon parlament a'zosi Uyghur do'stlik guruhining bosh kotibi Seichi Eto apandini so'zga taklif qilamiz. Parlament a'zosi Seichi Eto apandi tabrik so'ziga chiqib mundaq dedi. Men Uyg'urlar bilan bir sapda. Men sizlarning maslanglarni qo'limdan kelishicha tirishib ishlayman. Yaponiya tashqi siyosatini o'zgartirishga tirishiman. Sizlarga ko'p rahmat. Önde Yapon parlament a'zosi, Yapon Uyghur do'stlik guruhining a'zosi Hakubo Shimomura apandini so'zga chiqamiz.
さんおはようございます。衆議院議員の下村博士です。私も自民党の Parlament a'zosi Hakobun Shimomura apandi tabrik so'zi qilib mundaq dedi. Dünya Uyghur Qurultiyi 4-navbatlik vakillar qurultiyi mana hozir echilyotdi. Mana bu bir haqiqat, reallik. Biz sizlarni qo'llaymiz. 2009-yildagi 5-iyul qirg'inchiligidan xabarimiz bor. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga zo'ravonlik qilayotgan qilmishini dunyoga anglitishimiz lozim. Bir davlatning mustaqilligini qo'lga keltirish mushaqqatli bir jarayon. Biz sizlar bilan bir sapda, biz sizlarga yordam qilamiz. Yaponiya parlament a'zosi, Yaponiya do'stlik guruhining a'zosi Sanae Takaichi xonimni so'z taklif qilamiz. Parlament a'zosi Saniya Takaichi xonim tabrik so'ziga chiqib mundaq dedi. Xitoy hukumati Uyg'urlarning madaniyatini, tilini yo'qotamiz deydi. Biz uningga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ullarning erkinligini qo'lga keltirishi bizning vazifamiz. Biz sizlar bilan zich hamkorlashimiz. Xitoy davlatining demokratik davlat bo'lish yo'liga menishiga yordam qilamiz. Yaponiya Siyosiy tadqiqot institutining mudiri Yoshiko Sakurai xonim so'zga chiqib mundaq dedi. Osiyo davlatlari Yaponiyadan zo'r umidlarni kutadi. Yaponiya cho'qim Osiyodagi Uyg'urlarga o'xshash asoratdagi millatlar erkinligini, mustaqilligini qo'lga keltirib, demokratiyani kengaytirish uchun cho'qim moliya, texnika va diplomatik kuchini ishga solishi, Uyg'urlarga yordam qilishi lozim. Dünya Uyghur Qurultiyi 4-navbatlik vakillar qurultiyi tunji qitim Yaponiyada echilyotdi. Bu bir boshlanish. Bundan keyin biz texmo zich hamkorlashishimiz lozim. Yaponiyaning sobiq havo armiya bosh qo'mondoni Toshio Tomogami apandi tabrik so'z qilib mundaq dedi. Men Yaponiyadagi eng xatarlik odam. Men Uyg'ur masalasini bilgandan keyin Uyg'urlarga cho'qim yordam qilishimiz kerakligini cho'nqur his qildim. Biz Yaponiyani dunyoda kuchli qiladigan,
ve Uyg'urlarga mı kuchlik yordam qiladigan siyosiy tuzilmani tepib chiqishimiz lozim. Biz samimiyat ko'rsatsak, boshqalar bizni ojiz deb qaraydi ekan. Shuning uchun biz Xitoy davlatiga qaratgan tashqi siyosatimizni o'zgartirishimiz lozim. Yerlik parlament a'zosi Akida Kosyo apandi tabrik so'z qilib mundaq dedi. Dünya Uyg'ur qurultiyi 4-navbatlik vakillar qurultiyining Yaponiyada ochilishi bir yaxshi ish. Biz Osiyodagi millat davlatlarning ishonchisiga erishishimiz, Uyg'urlarga o'xshash mustaqillik uchun kurash qilayotgan millatlarga kuchlik yordam qilishimiz lozim. İtalya'dan alayda bu yığınımızın açılış murasımına katılış için İtalya'dan Tokyo'ya gelgen İtalya Yukarı Parlament azası Michael Perduca efendimle söz teklif kılırız. Merhaba. That's it. My name is Marco Perduca and I'm a senator in Italy. Also on behalf of Marco Pannella, President of the Non-Violent Radical Party, and Emma Bonino, Vice President of the Italian Senate. İtaliya Yuqori palata a'zosi Marco Perduca apandi so'z qilib mundaq dedi. Men o'zimni sharaf Uyg'ur deb hisoblayman. Uyg'urlar o'z mustaqilligini qo'lga keltirish, madaniyatini qo'g'dash, dinini, erkinligini qo'g'dash uchun kurash qilyapti. Yaponiya Uyg'ur do'stlik jamiyati quribdi. Buni cho'qim Amerika va Yevropa davlatlariga kengaytirish kerak. Uyg'ur masalasi Xitoy davlatining masalasi emas, balki bir xalqaro masala. Xitoy hukumatini kishilik huquqi hurmat qiladigan qonun davlati bo'lish yo'liga mengishga yordam qilish kerak. Thank you very much once again. Amerika demokratiyani ilgari surish fondunun muavin başlığı Ruisa Hanım'la söz teklif ederiz. Good morning, everybody. I'm very pleased to bring greetings and congratulations on behalf of the National Endowment for Democracy in the United States on the opening of the 4th World Uyghur Congress Assembly. NED muavin boshlig'i Luisa xonim NED boshlig'ining tabrigini yetkazish bilan bir vaqtda monularni o'tirg'i qo'ydi. Rabia Qodir xonim Dunyo Uyg'ur qurultayini hozirgidek xalqaro jamoat e'tirof qiladigan bir xalqaro tashkilotga aylantirdi. Hozir xonimning ikki farzandi turmada bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga silayotgan zulmiga qarshi o'z jasoratini ko'rsatib, xizmat qilib kelyapti. Men uning Dunyo Uyg'ur qurultayi xizmatida texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga ishonaman.
Rafto Fondu'nun sabık reisi Aruna Efendi'ne söz teklif ederiz. Madame Rabia Kidir, President of the World Uyghur Congress, members of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me to Tokyo and to the Japanese Parliament. I feel very honored to be present here, representing the Rafto Foundation in the 4th General Assembly of the World Uyghur Congress. I come to Tokyo not only as a human rights activist, but as a friend and brother of the Uyghurs. Rafto Fondining sobiq raisi Arina Efendi tabrik so'zi qilib mundaq dedi. Men Rafto Fondi nomidan emas, balki Uyg'urlarning haqiqiy do'sti bo'lish sifati bilan keldim. Rabia Qodir xonim o'zining oliyjanob axloqi, fazilatini, zehnini, kuchini, boyligini o'z millatining erkinligi uchun sarf qildi. U haqiqatan Uyg'urlarning onasi bo'lishga munosib. Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi quribdi. Men buningdan bek xursand bo'ldim. Navbatda Uyg'urlar nihoyat ichinishli ahvolda turmoqda. Uyg'urlar Yaponiya parlament a'zolariga o'xshash kuchli siyosiy yo'llarga muhtoj. Men qurultayning g'albilik echilganligini qizg'in tabriklayman. Onundan başqa yana sharaf mehmoni sifatida Turkiyadagi har qaysi siyosiy partiyadan bo'lgan parlament a'zolari, Tayvandan kelgan Xitoy demokratchisi Lin Bohua apandi, Tibet sargardon hukumatining vakili tabrik so'zi qilgandan sirt, yana Germaniya, Hindiston, Polsha, Rossiya, Turkiya qatorliq davlatlarning Yaponiyadagi bosh elchixonalari vakil avatib, Dunyo Uyg'ur qurultayi 4-navbatlik vakillar qurultayining dog'dug'liq echilganligini tabrikladi. Qurultayning echilish murosimi shu yer vaqti atigan soat 10da boshlanib, 12da oxirlashdi. Yığınlarımız nayet oңursuz ötüp, köpleyen qarindoshlar bu yerga kelib, köpleyen media, köpleyen yapılık dostlarning bizlar birga turib, bu eshitish murosimi qatnashganiga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Bu yerda shundan bugungi yig'inimiz mashada oxirlashdi deb jakarlaymiz. Ko'pchilikka ko'p rahmat. Hozir korekara sango kaigishisi media kaikenga arimashite kaiken ni sankashitay kata wa Diqqatlar davomli keyingi xabarimizda bo'lsin. Tokyodan Absalam Niyaz Uyg'ur tarqatdi.